bir dona bondni o'zida shuncha yuzaga yopishtira olganmiz. Hozir shuni yopishtirish kuchini tekshiramiz sizlar bilan. Bu gauge apparatimiz, gauge apparati 600 grammgacha tortadi kuchni. Bu sekin tortsak, oxiriga yetib kelsak, o'zi 600 gram bo'ladi. Ya'ni qattiq tortadigan bo'lsak, demak 600 gramdan ham katta kuch bo'ladi. Xo'p, mana shu gauge yordamida tortib ko'ramiz. Mana e'tibor bergan bo'lsak, hech qanaqangi chiqib ketmayapti. Chiqib ketishi ham mumkin, yaxshilab harakat qilsangiz. Lekin ya'ni bemorlarning kuchiga past baho berib bo'lmaydi. Lekin biz o'zimiz chiqara olganimiz yo'q. Hop, mana bular bittasi ham chiqib ketmayapti. Juda ham katta kuch bilan tortadigan bo'lsak ham chidab bera olyapti. Xo'p, bu bond qaysi bond va qanaqa protokol yordamida yopishtirdik? Bu bo'yicha alohida video qilganmiz. Telegram kanalimizga joylaganmiz. Profil shapkasida Telegram silkasi berib qo'yilgan. Shu silka yordamida Telegramdagi kanalda videoni to'liq ko'rishingiz mumkin.